Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda. Endi ko'pchilik holatlarda qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi guvohnomani ko'rsatib yurish shart bo'lmaydi. Bu xabar nafaqat hozir pensiya olayotgan ota-onalarimizga, balki ularning farzandlariga, qarindoshlariga, mahalla faollariga va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam o'z imtiyozidan foydalana olmay qolishi, dorixonada chegirmadan mahrum bo'lishi, transportda muammo chiqishi yoki biror idorada ortiqcha sarson bo'lishi mumkin. Men bu videoda masalani oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti, kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol bo'lishi mumkin, qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiya guvohnomasi bekor bo'lsa ham pensiya huquqi yo'qolib ketmaydimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men pensionerlar va ularning farzandlari hozir qilish kerak bo'lgan aniq qadamlarni sanab beraman. Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy yangiliklarni vaqtida bilish ko'p muammolarning oldini oladi. Avval pensioner deganda ko'pchilikning ko'z oldiga pensiya guvohnomasi kelardi. Ya'ni inson pensiyaga chiqqandan keyin unga alohida guvohnoma berilgan, u guvohnomani turli joylarda ko'rsatgan, ayrim xizmatlardan foydalanishda, imtiyozlarni tasdiqlashda, ba'zi tashkilotlarda o'z maqomini isbotlashda. Bu guvohnoma oddiy ko'rinishi bilan kichik hujjat bo'lsa ham, amalda ko'p odamlar uchun men pensioner ekanimni tasdiqlovchi asosiy qog'oz vazifasini bajargan, endi esa tizim raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat idoralari pensiya ma'lumotlarini qog'oz guvohnomadan emas, elektron bazalardan tekshiradigan tartibga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensiya tayinlanganmi, qancha miqdorda to'lanadi? Fuqaro haqiqatan pensiya oluvchimi yoki yo'qmi? Bularning barchasi tegishli axborot tizimlarida ko'rinishi kerak. Shu sababli eski usuldagi guvohnoma asta-sekin o'z ahamiyatini yo'qotadi yoki ayrim holatlarda umuman talab qilinmaydi. Lekin men eng muhim gapni boshda aytib qo'yay. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Bu ikki narsani aralashtirmaslik kerak. Guvohnoma bu faqat tasdiqlovchi hujjat edi. Pensiya esa qonun asosida tayinlangan pul ta'minoti. Agar odamga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa, guvohnoma shakli o'zgargani uchun uning pensiya huquqi yo'qolmaydi. Masalan, bir ota 63 yoshga to'lib, barcha zarur ish staji va hujjatlari asosida pensiyaga chiqqan. U har oy bank kartasiga 1 million 800 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi bilan uning kartasiga tushayotgan pul to'xtab qolmaydi. Chunki pul pensiya jamg'armasi tizimidagi tayinlov asosida to'lanadi. Guvohnoma esa faqat tashqi tasdiq vositasi bo'lgan. Yana bir misol. 2000 yoshli ona dorixonaga borib, pensionerlar uchun beriladigan ayrim chegirmalar haqida so'raydi. Oldin dorixona xodimi undan pensiya guvohnomasini so'rashi mumkin edi. Yangi tartibda esa ayrim joylarda shaxsni tasdiqlovchi pasport yoki ID karta orqali ma'lumot tekshirilishi mumkin. Agar tizim to'g'ri ishlasa, ona qog'oz guvohnoma izlab uyga qaytmaydi. Shunchaki shaxsni tasdiqlaydi va kerakli ma'lumot elektron bazadan aniqlanadi. Men buni juda sodda qilib aytaman. Avval isbot yukining katta qismi pensionerning o'zida edi. Ya'ni men pensioner ekanman deb guvohnoma olib yurish kerak edi. Endi esa davlat idoralari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar buni elektron tizim orqali ko'rish kerak bo'ladi. Bu to'g'ri ishlasa pensioner uchun qulaylik yaratadi. Chunki keksa odam hujjatini unutib qo'ysa, yo'qotib qo'ysa, yaroqsiz holga keltirib qo'ysa ortiqcha yugur kamayadi. Lekin har qanday o'zgarishda bo'lgani kabi, bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomonlar bor. Raqamli tizim yaxshi, ammo hamma joyda bir xil tezlikda ishlamasligi mumkin. Qishloq joylarda, kichik dorixonalarda, ayrim xizmat ko'rsatish nuqtalarida xodimlar yangi tartibni darhol bilmasligi mumkin. Ba'zan internet bo'lmaydi, ba'zan baza ochilmaydi. Ba'zan xodim menga baribir guvohnoma olib keling deb eski odat bo'yicha talab qilishi mumkin. Shu sababli men pensionerlar va ularning farzandlariga vaziyatni oldindan tushunib olishni maslahat beraman. Birinchi navbatda, hozir pensiya olayotgan oddiy yoshga doir pensionerlar vahimaga tushmasligi kerak. Agar pensiyangiz har oy o'z vaqtida kartangizga
yoki pochta orqali kelayotgan bo'lsa, demak sizning pensiya tayinlovingiz tizimda bor. Guvohnoma bekor qilinishi sizning asosiy huquqingizni yo'q qilmaydi. Siz faqat endi ayrim joylarda guvohnoma o'rniga pasport, ID karta yoki elektron ma'lumot orqali tasdiqlanasiz. Ikkinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan fuqarolar. Bu yerda ehtiyotkorlik yanada muhim. Chunki ayrim imtiyozlar faqat pensiya maqomiga emas, balki nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, nogironlik muddati yoki tegishli ma'lumotnomaga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro kommunal to'lovlarda, davolanishda yoki dori vositalarida ayrim yengilliklardan foydalanishi mumkin. Bunday holatda faqat pensiya guvohnomasi emas, nogironlikni tasdiqlovchi elektron ma'lumot yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari ham muhim bo'ladi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda pensiyani ko'pincha voyaga yetmagan farzandlar, o'quvchilar yoki oilaning ma'lum a'zolari oladi. Ularda pensiya guvohnomasi masalasi boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, marhum otasidan keyin ikki farzandga pensiya tayinlangan bo'lsa, ular uchun asosiy narsa guvohnoma emas, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot va to'lov oluvchi shaxsning hujjatlaridir. Agar bola 18 yoshga to'lgan bo'lsa, o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumot ham talab qilinishi mumkin. To'rtinchi toifa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar. Men aynan shu insonlarga alohida e'tibor qarataman. Siz hali pensiya olmayotgan bo'lsangiz, guvohnoma bekor bo'lyapti ekan, demak hujjat yig'masam ham bo'ladi deb o'ylamang. Pensiya tayinlash uchun baribir ish staji, ish haqi ma'lumotlari, mehnat faoliyati, shaxsiy ma'lumotlar va boshqa asoslar tekshiriladi. Guvohnomaning bekor qilinishi pensiyaga chiqish tartibining to'liq yo'qolishi degani emas. Faqat pensioner maqomini tasdiqlash shakli o'zgaradi. Keling, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi olim taksi yoshli Otabek aka har oy 2 million 1 ming so'm pensiya oladi. U avtobusda yoki poliklinikada ba'zi imtiyozlardan foydalanayotganda oldin pensiya guvohnomasini yonda olib yurgan. Bir kuni guvohnomasini yo'qotib qo'ydi va juda xavotirga tushdi. Endi pensiyam to'xtaydimi? Yo'q. Pensiyasi to'xtamaydi. Chunki pensiya tayinlovi elektron tizimda bor. Bank kartasiga pul tushishi davom etadi. Lekin u ba'zi joylarda o'z maqomini tasdiqlashda qiynalmasligi uchun pasporti yoki ID kartasini doim yonida olib yurishi zarur bo'lsa, pensiya bo'limidan pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma olishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli Halima opa dorixonaga boradi. Dorixona xodimi undan pensioner ekanini tasdiqlashni so'raydi. Halima opa eski guvohnomasini uyda qoldirgan. Yangi tartib ishlayotgan joyda xodim pasport yoki ID karta orqali ma'lumotni tekshirishi mumkin. Lekin agar dorixona xodimi hali yangi tartibni bilmasa, u guvohnomasiz chegirma bermayman deyishi mumkin. Bunday vaziyatda tortishib, asabiylashishdan ko'ra, xodimdan rahbarni chaqirishni, tashkilotning rasmiy tartibini ko'rsatishni so'rash kerak. Agar baribir muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli ishonch telefoniga murojaat qilinadi. Uchinchi misol. Farg'onada yashovchi Dilshod aka yaqinda pensiyaga chiqmoqchi. U 7 yildan ortiq ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ayrim yillar bo'yicha yozuvlar noaniq. U baribir hammasi elektron bo'lib ketdi, eski hujjatlar kerak bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Agar elektron bazada hamma ish staji to'liq ko'rinmasa, eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Guvohnomaning bekor bo'lishi ish stajini isbotlash zaruratini bekor qilmaydi. To'rtinchi misol. Qashqadaryoda yashovchi 66 yoshli ayol plastik pensiya guvohnomasi orqali kommunal imtiyozdan foydalangan. Endi undan guvohnoma talab qilinmasa ham, kommunal korxona bazasida uning ma'lumoti noto'g'ri chiqishi mumkin. Familiyasi eski pasport bo'yicha qolgan, manzili yangilanmagan yoki PIN FL raqami tizimga noto'g'ri kiritilgan. Natijada u imtiyozdan vaqtincha foydalana olmay qolishi mumkin. Bunday holatda asosiy muammo guvohnomada emas, ma'lumotlar bazasidagi mos kelmaslikda bo'ladi. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirish juda muhim. Eng katta noziklik shundaki, hamma imtiyozlar bir xil hujjat bilan tasdiqlanmaydi. Ba'zi imtiyozlar yoshga bog'liq, ba'zilari pensiya oluvchi maqomiga bog'liq, ba'zilar nogironlikka bog'liq, ba'zilar esa alohida toifadagi fuqarolarga beriladi. Masalan, oddiy yoshga doir pensioner bo'lish boshqa.
urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs bo'lish boshqa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lish yana boshqa masala. Shuning uchun pensiya guvohnomasi bekor bo'ldi. Endi hamma imtiyoz avtomatik bo'ladi deb o'ylash xato. Ikkinchi noziklik, eski guvohnoma qo'lingizda bo'lsa, uni darhol tashlab yubormang. Men har doim shuni maslahat beraman. Eski hujjatlarning rasmi yoki nusxasini saqlab qo'ying. Chunki ayrim o'tish davrida eski guvohnoma ma'lumotni solishtirishda, tushunmovchilikni bartaraf etishda yoki biror tashkilotga izoh berishda foyda berishi mumkin. Bu guvohnoma endi asosiy hujjat bo'lmasligi mumkin. Lekin arxiv sifatida zarar qilmaydi. Uchinchi noziklik, elektron tizimdagi xatolar. Raqamlashtirish qulay, lekin insoniy xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski ma'lumot qolgan. Tug'ilgan sana bir raqamga adashib kiritilgan, pasport almashtirilgan, lekin yangi ID karta ma'lumoti barcha bazalarda bir xil yangilanmagan. Bank kartasi boshqa ma'lumot bilan bog'langan. Bunday xatolar kam uchrasa ham, uxlaganda odamni ancha ovora qiladi. To'rtinchi noziklik, chekka hududlarda xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning xabardorligi. Men buni aytishim kerak, chunki amaliyotda qonun yoki qaror chiqqani bilan har bir kassir, har bir operator, har bir dorixona xodimi uni bir kunda mukammal bilib olmaydi. Shuning uchun pensionerlar farzandlari bu yangilikni ota-onasiga oddiy qilib tushuntirib berishi kerak bo'lsa, telefonda rasmiy manbadan ma'lumotni ko'rsatishga tayyor bo'lish foydali. 5-noziklik, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya tizimida yangilik bo'lsa, ayrim nopok odamlar bundan foydalanishga urinadi. Ular telefon qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi, yangisini qilib beramiz. Kartangizni tekshirish kerak. SMS kodni ayting. Pul to'lasangiz elektron guvohnoma chiqaramiz deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangiz raqamini amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni bermang. Davlat idorasi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozir nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID kartangiz yaroqli bo'lishi kerak. Mudda o'tgan, yirtilgan, ma'lumotlari o'qilmaydigan hujjat bilan ko'p joyda muammo chiqadi. Agar siz yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz, yangi hujjat ma'lumotlari bankda. Pensiya tizimida va boshqa muhim xizmatlarda to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovingizda uzilish yo'qligini kuzating. Har oy pul qaysi sanalarda tushishini bilib boring. Agar odatda 10 sana atrofida tushadigan pensiya 5-7 kun kechiksa, darhol vahima qilmang, lekin sababini aniqlang. Bank ilovasidan tekshiring, bankka qo'ng'iroq qiling yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Muammo guvohnoma bekor bo'lgani uchun emas, texnik sabab, karta muddati, bankdagi yangilanish yoki boshqa omil bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni saqlang. Uyda hujjatlar papkasiga qo'ying. Rasmga olib telefoningizda saqlang. Farzandlaringizga ham nusxasini yuborib qo'ying. Bu majburiy bo'lmasligi mumkin, lekin amaliy hayotda ortiqcha hujjat zarar qilmaydi degan qoida ko'p marta yordam beradi. 4-qadam. Pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma kerak bo'lsa, rasmiy yo'l bilan oling. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Davlat xizmatlari markazi orqali so'rash yoki mavjud elektron xizmatlardan foydalanish mumkin. Ma'lumotnomada odatda shaxsning pensiya oluvchi ekani, pensiya turi, ba'zan miqdori yoki tayinlangan sanasi ko'rsatiladi. Qaysi ma'lumot kerakligini murojaat qilayotgan tashkilotdan oldindan so'rab oling. Chunki hamma joyga bir xil ma'lumotnoma kerak bo'lmasligi mumkin. 5-qadam, imtiyozlardan foydalanadigan joylaringiz ro'yxatini tuzing. Masalan, dorixona, poliklinika, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal xizmat, transport, soliq yoki boshqa xizmatlar. Har birida sizdan aynan nimani so'rashayotganini biling. Agar bir joyda hali ham eski guvohnomani talab qilishsa, xotirjamlik bilan yangi tartib bo'yicha ma'lumot elektron bazadan tekshirilishi mumkinligini ayting. Agar ular baribir rad etsa, yozma rad javobini so'rang. Yozma rad javobi bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish osonroq bo'ladi. 6-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa,
Ularga bu masalani tushuntirib bering. Telefonidagi bank ilovasini tekshiring. Kartaning muddati o'tmaganini ko'ring. Pasport ma'lumotlari yangiligini aniqlang. Eski guvohnoma va boshqa hujjatlarni bitta papkaga joylashtirib qo'ying. Ko'p keksa odamlar idoraga borib savol berishga uyaladi yoki charchaydi. Sizning 20 daqiqalik yordamingiz ularga bir necha kunlik sarsonlikni kamaytirishi mumkin. 7-qadam firibgarlikdan himoyalaning. Agar telefon qilib pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi, yangi tizimga ulash uchun kod ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar pensiya to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting desa, ishonmang. Agar biz sizga yangi elektron pensiya guvohnomasini pulga chiqaramiz desa, avval rasmiy idoradan tekshiring. Har qanday to'lov faqat rasmiy kassalar, banklar yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshirilishi kerak. Agar pensiya to'lovida muammo bo'lsa, birinchi navbatda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi ma'lumotlari, eski pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, pensiya to'lovlari bo'yicha bankdan ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Murojaatda muammoni aniq yozing. Pensiyam falon oydan beri tushmayapti. Elektron bazada pensioner sifatida ko'rinmayapman. Familiyam noto'g'ri chiqqan. Imtiyozdan foydalanishda guvohnoma talab qilinyapti. Agar imtiyoz beruvchi tashkilot sizni asossiz rad etsa, masalan, dorixona, kommunal xizmat yoki boshqa muassasa guvohnoma yo'q, xizmat yo'q desa, ulardan rasmiy tushuntirish so'rang. Og'zaki tortishuv ko'pincha natija bermaydi. Yozma murojaat qilsangiz, tashkilot javob berishga majbur bo'ladi. Javobda qaysi qonun yoki tartibga asosan rad etgani ko'rsatilishi kerak. Agar javob asossiz bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki tegishli nazorat organiga murojaat qilish mumkin. Agar ma'lumotlaringiz bazada noto'g'ri bo'lsa, masalan, ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, PIN-FL yoki yashash manzili xato bo'lsa, buni tezda tuzatish kerak. Chunki bitta kichik xato ham turli tizimlarda katta muammo chiqaradi. Bugun pensiya imtiyozi chiqadi, ertaga bankda chiqadi, indinga shifoxonada chiqadi. Shu sababli ma'lumotlarni bir marta tartibga keltirish keyingi ko'p muammolarning oldini oladi. Men ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalarga e'tibor qarataman. Ularning yonida doim maslahat beradigan farzand yoki qarindosh bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mahalla faollari, qo'shnilar, ijtimoiy xodimlar bu yangilikni ularga oddiy tilda tushuntirishi kerak. Chunki yolg'iz keksalar firibgarlar uchun eng zaif toifa hisoblanadi. Ularga hujjatingiz bekor bo'ldi, pulingiz to'xtaydi deb qo'rqitib, kartasidan pul yechib olish hollari bo'lishi mumkin. Shuningdek, yaqinda pensiyaga chiqqanlar ehtiyot bo'lsin. Chunki ular hali tizimni yaxshi bilmaydi. Qaysi idoraga borishni, qaysi hujjat kerakligini tushunmasligi mumkin. Agar pensiya endi tayinlangan bo'lsa, sizda pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror yoki ma'lumotnoma, bank kartasi, shaxsiy hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Birinchi oylarda to'lov sanalarini diqqat bilan kuzating. Nogironligi bo'lgan shaxslar ham o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysin. Chunki ularda imtiyozlar faqat pensiya oluvchi ekaniga emas, nogironlik guruhi va muddatiga ham bog'liq bo'ladi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, bu masalani kechiktirmang. Aks holda nafaqat guvohnoma, balki asosiy imtiyozlar bo'yicha ham muammo chiqishi mumkin. Birinchi savol. Pensiya guvohnomasi bekor bo'lsa, pensiyam bekor bo'ladimi? Yo'q, bekor bo'lmaydi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, u qonuniy asosda to'lanadi. Guvohnoma faqat tasdiqlovchi vosita edi. Ikkinchi savol. Eski guvohnomamni olib yurishim kerakmi? Majburiy bo'lmasligi mumkin, lekin o'tish davrida yoningizda bo'lsa zarar qilmaydi. Ayniqsa yangi tartib hamma joyda bir xil ishlamaguncha. Eski hujjat tushunmovchilikni kamaytirishi mumkin. Uchinchi, endi pensioner ekanimni qanday isbotlayman? Ko'pincha pasport yoki ID karta orqali elektron bazadan tekshiriladi. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olinadi. To'rtinchi savol. Kimdir yangi guvohnoma qilib beraman desa, ishonish kerakmi? Avval rasmiy idoradan tekshirmasdan ishonmang. Pul so'rasa, SMS kod so'rasa, bank kartangiz ma'lumotlarini so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Beshinchi savol. Imtiyoz berishdan bosh tortsa nima qilaman? Avval xotirjam tushuntiring, keyin yozma rad javobini so'rang. Shundan so'ng hududiy pensiya bo'limi, tegishli tashkilot rahbariyati yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Demak, pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani eng avvalo hujjat shaklining o'zgarishi
va tizimning raqamlashtirilishi bilan bog'liq. Bu pensiyalarning bekor qilinishi degani emas. Asosiy maqsad pensionerlarni ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos qilish, ma'lumotlarni elektron tarzda tasdiqlash va xizmatlarni qulaylashtirishdir. Lekin o'tish davrida ayrim tushunmovchiliklar, bazadagi xatolar, xodimlarning eski tartibga o'rganib qolgani yoki firibgarlarning aldovlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga va ularning farzandlariga hujjatlarni tartibga keltirishni, shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirishni, eski guvohnomani saqlab qo'yishni va hech kimga bank ma'lumotlarini bermaslikni maslahat beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya guvohnomasi bilan bog'liq muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududda, qaysi tashkilotda qanday talab qo'yildi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni ota-onangiz, buvingizbobongiz yoki pensiyaga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini himoya qila oladi.